Biz Sergeli tuman 1 texnikumida dual ta'limda tahsil olayotgan oshpazlik kasbidagi o'quvchilarimizning amaliyot o'tash jarayoni haqida ma'lumot bermoqchimiz. Marhamat, hozirgi ish joyi Rayhon restorani. Marhamat, qani ketdik. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, ustozlar. Mana biz Rayhonli tomlarimizda texnikumda o'qiydigan individual talabalarimiz akalaridan, opalaridan oshpazlik mahoratlarini o'rganib kelishyapti. Xo'p, bular o'rganish vaqtida hech qanaqa ishga kech qolishlar bo'lmadi. Hammalik o'z vaqtida, qonun-qoidalarga bo'ysungan holda telefonini ishlatmasdan iloji boricha shu aka-opalaridan bor bilim ko'nikmalarni o'rganib, yaxshi qatnashib kelishyapti, o'zlashtirishyapti. Xo'p, endi gapiradigan bo'lsam, bu talabalar bizga biriktirgan o'qituvchilariga, texnikumni ota-onalarga amaliga rahmat aytib qolamiz. Agarda undan keyingi yana talabalar bo'lsa, kelinglar, biz kutib qolamiz. O'zimiz bilgan narsalarni barchadagi o'rgatishga tayyormiz biz. Avvalambor mana shu texnikum ustozlari va direktor muassasalar xodimlariga, rahbarlariga alohida rahmat aytamiz. Bizga keyingi yosh avlodni yetishtirishga ko'maklashishyapti. Hammanglarni Rayhon milliy tomlarida kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Men Saidali To'xtamjon, Sergeli tuman 1 o'quvchisi. Bizda hozir amaliyot darslari bo'yicha Rayhon milliy taom restoraniga kelganmiz. Bizda o'tda barcha shu oshpazlikda bo'lib o'tadigan asr-asoqlar, oshpazlikka oid hamma barcha narsalarni shu joylardan o'rganamiz. Shu joylarda tahsil olamiz. Biz bu joyga kelganimizdan nihoyatda milliy taomlar bo'yicha barcha taomlar o'rgatiladi. Buraya barcha milliy taomlar kiradi. Avvalambor bizga o'rgatayotgan ustozlar uchun hammaliga rahmat aytamiz. Hamda o'qishimiz ma'muriyatlariga ham, o'qishimizga ham rahmat aytib qolamiz.